Salam qadrlik savdoshlar, bugun biz 27-28 darsni o'tamiz. 27-28 darsda asos so'zlaydiganimiz oldingi soatlik darsdagi, ya'ni 25-26 soatlik darsdagi ma'lum bir yerda ma'lum bir narsa bor degan jumla shaklini taxmin etgan asosda, ya'ni ma'lum bir yerda birdan ko'p narsa bor deganni qanday deymiz deganni o'rganib o'tadigan dars. Yani demekçi biz aldığımız saatlik dersi günüp öttük. Yani ma'lum bir yerde, ma'lum bir narsa bor degan jumla shaklini endi ma'lum bir yerde, masalan bizning uyda 6 xo'roz bor, ularning maktabida 2 o'quvchi bor yoki palonchi yerda birinchi narsa bor deganni zodi qanday ifodalaydi ingliz tilida asosligi shuni o'rganib o'tamiz. Darsda iltabir. Oldu bilan 27 darsning so'ziga qarab boqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ulka. Ulg'ani qilsak, le. Akinga vga, ya'ni ma vning alishini men necha qatim dedim. Eg'iz üstün kichish, ostın kalpikning ustiga taqishib turib v deymiz. Le'ga vni qilsak, live. Ananikin nima ekan? Ekan, live. Ni qilsak, living. 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 Aka room deganib o'tgan living room. Living room degan gap yashaydigan uy, ya'ni mehmonxona uy degan gap. Mehmonxona uy. Living room. Room deganni tizar sanglimi, asta sanglimi o'xshash. Living room. İkinci sözün birinci tovushi nima ekan? Nga. Ng'ni qo'shsak ne, r'ni qo'shsak near. 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 Near degan yenida, qishida, atrofida degan gap. King sözün birinci tovushi nima ekan? Wahga. Yani W kelsa nim deb olamiz dedik. Eg'iz o'tirg'a jumla qala chiqib, ikki yong'oq ochildi. Wah. Wahga eni qo'shsak we, ni qo'shsak when. Ananki nima ekan? Dehgan. Dehga qo'shma so'z tovush o'ni qo'shsak do. When do. Undan so'ng urg'u 5 ekan, so'ng 5ni kuchli kalimiz window. Window degan gap, ya'ni dariza degan gap, dariza. King sözün birinci tovushi nima ekan? A ekan. A'ga r'ni qo'shsak r, ni qo'shsak arm. Anki nima ekan? T bilan sh birlashsa ch deb o'qiydik. Ch'ni qo'shsak cha, r'ni qo'shsak chair. Armchair. Armchair. Armchairning urg'usi 5 ekan, shunga armchair. 5'ini kuchlik, oxisini ajzalamiz. Armchair degan gap, ya'ni yulanchiklik o'rindiq degan gap. Yulanchiklik o'rindiq. Ama sözün birinci tovushi nima ekan? Dehgan. Dehqoni qo'shsak do, r'ni qo'shsak door. Door. Door degan eshik degan gap. Door. Eshik. Yoki buni door desam bo'ldi, o deb chiqarsam bo'ldi. Ikki xil bo'laverdi. Door, eshik. Anandan keyingisi nima ekan? Birinchi tovushi p ekan. P-ni qo'shsak p, k-ni qo'shsak pek. Aniki nima ekan? T bilan sh birlashsa ch deb qo'ydik-ku. Ch-ga r'ni qo'shsak chir. Picture. Picture. Picture degan gap surat degan gap. Surat. Picture. Ama sözün birinci tovushi nima ekan? Wahga. Wahga o'ni qo'shsak wa, l'ni qo'shsak wall. Wall. Wall degan tam degan gap. Tam. Wall. Endi 27 darsdagi butun so'zlarni o'qilishiga qarab boqaylik. Living room, mehmonxona uy. Near, yenida, qishida, atrofida. Window, dariza. Armchair, yulanchiklik o'rindiq. Door, eshik. Picture, surat. Wall, tom. Living room, near. Window, armchair. Door, picture, wall. Endi 27 darsning tekstiga qarab boqaylik. Nayt qisqalam. Mrs. Smith living room. Yani Shimiz xonimning nimasi deydi? Yani mehmonxona uyi. Oldingi sayt biz Shimiz xonimning nimasini o'rganib o'tgandik? Kitchen. Yani oshxona uyini o'rganib o'tgan. Yani bu saytda o'rganib o'tadiganimiz Shimiz xonimningki mehmonxona uyi ekan. Mrs. Smith's living room is large. Man bilasizlar, ya'ni Shimiz xonimning mehmonxona uyi bo'lsa, nayt cho'ng. There's a television in the room. Uyda bir televizor bor. The television is near the window. Ya'ni televizor bo'lsa, derazaning yenida. There are some magazines on the television. Ya'ni televizorning oldida ustida bir necha jurnal bor. There's a table in the room. Yani uyda bir tal nima deydi? Table, ustal bor. There are some newspapers on the table.
There's some newspapers on the table. Yani üstelin üstte bir neçe gazet var. There are some armchairs in the room. Yani öyle bir neçe üylençiklik orunduk var deydi. The armchairs are near the table. Yani üylençiklik orunduklar bolsa nerede deydi o? Table'nın yanında. Yani üstelinin yanında. There's a stereo in the room. Yani öyle bir yangratqı var. The stereo is near the door. Yani bu yangratqı bolsa ışıkның yanında. There are some books on the stereo. Yani bu yangratqının üstüde bir neçe kitap var. There are some pictures in the room. Yani öyle içinde yana nimba deydi bir neçe surat var. The pictures bu suratlar are on the wall. Yani bu suratlar bolsa tamның üstüde deydi. Yani bugünkü ma derste çıkıdığın neme ekan? Köplikkan. Bir neçe narsa var deganimizni qanday ifodalaymiz degan ekanmiz, ha. Undan so'ng biz avval grammatikaga qarab boqaylik. 27 darsdagi grammatikalik to'xtalninki birinchisi biz tekstni ko'rgan chog'dim dedik. Ya'ni bu yerda bir tal narsa bor degan biz o'rganib o'tdik oldingi saytda. Unda bo'lsa bu yerda bir necha narsa bor deganni qanday ifodalaymiz degan grammatika. Bu yerda bir tal narsa bor deganni siz bilsizlar, qanday ifodalaydik? There is deb shu narsaning ismini deb o'rinni eskartib qo'ysak, palonchada palonch narsa bor deganni ifodalaydi. Endi palonchada bir necha narsa bor. Masalan, palonchada yani uyda 4 kitob bor, uyamda 6 xo'roz bor degan zot nima deymiz? Unda vaqtida biz faqat boshqa yerni o'xshash faqat isni or qilib etsak bo'ladi. Chunki biz bilamiz is degan birlik ismlarga qartiladi. Or bo'lsa ko'plik ismlarga birdinjiq narsa qartiladi. Undan so'ng biz isni or qilib etsaklar, nima bo'lgan bu yerda bir necha narsa bor degan narsani ifodalagan bo'lganmiz. Masalan, there are 2 pens in my pocket. Yani yanchiqimda 2 tal qalam bor. Masalan, maktabda 5 o'quvchi bor. There are bu yerda 5 students. 5 o'quvchi at school. Maktabda. Yani there are 5 students at school. Maktabda 5 o'quvchi bor. Endi bu yerda diqqat qilsanglar, bu yerda ismlar qanday kelish kerak ekan? Ko'plik shaklda kelish kerak ekan. Chunki ko'plik shaklda kelmasa, vaqtida birinchi narsani ag'anchig'inglarda xatolashgan bo'ldikansizlar. Ingliz tili cho'qim birdan ko'p narsani degan chog'da cho'qim ko'plik shaklda deymiz. Buning yoslash usuli va o'qilish usulini biz o'rgatib olgan. 5 students, 5 o'quvchi. Masalan, couple of countries, bir necha davlat. Shunaqo. Yani masalan 2 million years. 2 million years. Yani 2 million yil. Yani demakchi ingliz tilida mushundaq birdinjiq narsani ma'lum bir yerda ma'lum birdan ko'p narsa bor deganni qanday ifodalaymiz degan chog'da faqat biz o'rganib o'tgan there is dagi isni orqali o'tib, undan keyin necha narsa deganni qo'yib, o'rinni eskartib qo'ysaqlam bo'ldi ekan. Endi bu agar ma'lum bir yerda ma'lum bir narsa yo'q desam-chi. Ma'lum bir yerda ma'lum bir narsa yo'q desam, unda vaqtida odatki biz deyotgan there are ning keyniga not any ni qo'shib etsakli bo'ldi. Masalan, there are many books in my handbag. Masalan, yoki there are 5 books in my handbag. Ya'ni qo'l sumkamda 5 kitob bor. Shunaqa 5 kitob bor. Endi mening somkamda hech qanday kitob yo'q desam-chi. There are deytib not any books. Not any books. Yani bu yerda yo'q hech qanday kitob degan gap. In my handbag. Yani somkamda hech qanday kitob yo'q degan ma'noni bildirdi. Masalan, yana desam-chi, masalan there is not any water in the bottle. Masalan, butilkada hech qanday nima suv yo'q dedim. Unda bo'lsa there is not any water in my in the bottle. Yani butilkada hech qanday suv yo'q. Xo'sh, unda bo'lsa bu yerda ikki xil gapni oldim men. Birinchisiga there are not any deb ko'plikni elvatim o'xshashlar. There are not any, there are not any books in my handbag deyapman. There are not any books in my handbag.
nima uchun bu yerda there are not any deb olima, water suv kelgan chog'da unda olmayman, there is olima. Chunki diqqat qilsanglar, are degan ko'plik ishlatildi, shunaqa. Endi biz ismlarni o'rgangan chog'da bir narsani deb o'tgan to'q, ya'ni ismlar ikki cho'ng turga bo'lindi. Sanig'ili bo'lgan ismlar, sanig'ili bo'lmaydigan ismlar deb ikki cho'ng turga bo'lgan. Ya'ni ba'zi narsalarni sanig'ili bo'ladi, ba'zi narsalarni sanig'ili bo'lmaydi. Ham buni zot qanday araymiz sanig'ili bo'lgan ismlar bilan sanig'ili bo'lmaydigan ismlarni. Buni ayirish yo'li intayin oddiy. Agar manchi bir narsa degan chig'imda keyingi miqdor so'zni qo'shmay udilsam deyalisam, bu sanig'ili bo'lgan ism bo'ladi. Masalan, 5 olma. 5 tal olma demisam bo'ladi. Shunaqa 5 olma. 3 o'quvchi. 3 nafar o'quvchi demisam bo'ladi. Bu demakchi ingliz tilidagi sanig'ili bo'ladigan ismlar. Endi sanig'ili bo'lmaydigan ismlarchi. Masalan, men bir suv desam bo'lamda, men bir suv ichdim. Bo'lamda bo'lmaydi. Bir suv degili olmaydi. Yoki bir yutum suv, yoki bir butilka suv, yoki bir kilo suv, yoki bir chelak suv, yoki bir yutum, bir kilo, bir chelak deganning hammasi miqdor so'z. Zat qanchalikligini ko'rsatib beradigan miqdor so'z. Bunday ismlarni biz ingliz tilida sanig'ili bo'lmaydigan ismlar deymiz. Ya'ni demak, oddiy qilib degan chog'da ma'lum bir ismning o'tirsiga miqdor so'z qo'shmay degili bo'lsa, vaqti bu sanig'ili bo'lgan ism bo'ldi. Agar miqdor so'z qo'shmagan chog'da degili olmaydigan yoki desanglarmi taz aniq olmaydigan gaplar bo'lsa, vaqtida qanday bo'ldi ekan? Ya'ni sanig'ili bo'lmaydigan ism deyildi. Masalan, bir suv desam, bu qamlashmagan gap. Men bir suv aldım diyelimmi? Yo'q, men bir putlik suv aldım yoki bir kilo suv aldım deymiz shunaqa. Endi men bir olma aldım desam bo'lamdi, bo'ladi. Bir tal olmaligini ko'rsatib bera oladi, bo'laverdi. Bir tal olma desammi yoki bir olma desammi bo'laverdi. Unda sharoitda demakchi o'g'lim, agar mushna miqdor so'zni o'tirsa qo'shmagan chog'dimi, ash ma'nini to'liq chiqara oladigan ismlar bo'lsa, oldiga san qo'shgan chog'da vaqtida biz buni sanig'ili bo'ldigan ismlar deymiz. Agar unda bo'lmay ta'tirs cho'lab qolsa sanig'ili bo'lmaydigan ism deymiz. Masalan, pulni sanig'ili bo'lamdi. Sanig'ili bo'lmaydigan ism qatori nima uchun degan chog'da pulni o'tirsa miqdor so'z qo'shmasak, uning qanchalik pulligini bilgili olmaydi. Masalan, 100 pul degili bo'lamdi, bo'lmaydi. Yoki 100 dollar pul, yoki 100 yevro pul, yoki 100 birmi pul deymiz. Ya'ni o'tirsa miqdor so'z qo'shmasanglar, menda bir pul bor degilamda bo'lmaydi. Menda bir pul bor degilolmaydi. Unda vaqtida menda 1 yevro pul bor yoki menda 1 dollar pul bor deyish kerak. Ya'ni demakchi, mashina o'tirsiga miqdor so'z qo'shmay ifodalanadigan ifodalasak xato chiqib qoladigan gaplar bo'lsa, ismlar bo'lsa, bu sanig'ili bo'lmaydigan ism ekan deb bilsanglar bo'ldi, umumiyatni ilib aytgan chog'da. Agar uning o'tirsiga miqdor so'z qo'shmasanglar, menga yuradigan ism bo'lsa, ma'no ifodalab ketaveradigan ism bo'lsa, vaqtida buni sanig'ili bo'ladigan ismlar ekan deb qarsanglar bo'ladi. Ham bu yerda shunlashqa, ya'ni demakchi, qaytib kelsak, ya'ni there is nimaga ishlatiladi ekan? Palanchida bir tal narsa bor degan ishlatiladi ekan. There are ni nimaga ishlatiladi ekanmiz? Palanchida yerda bir necha narsa bor degan ishlatiladi ekanmiz. Keyindagi ismlar there is kelgan chog'da bir tal palanch narsa tikildi ekan. There are bo'lgan chog'da bir necha yoki 5 yoki 6 yoki million yoki milliard degandek birdan jiq sonlar kelgan, anoniki ismlar keldi ekan. Masalan, there is a book in my handbag. Bu yerda bir kitob bor mening sumkamda. Endi there are 2 books in my handbag. Endi sumkamda 2 tal kitob bor desam, there are ni ishlatiladi ekanman. Buni diqqat qilish kerak. Andan keyin nima dedik? Ya'ni inkor shakli. Ya'ni yo'q desamchi, faqat not any ni qo'shib olsam bo'ldi. There is not any water in the bowl. Masalan, potilkada hech qanday suv yo'q. There are not any books in my handbag. Sumkamda hech qanday kitob yo'q degan ma'noni bildirdi ekan.
Yani yo'q degan chog'da agar uning sonini qo'msa yoki ismlarga qarasanglar, agar sanig'il bo'lgan ismlar bo'lib qolib qolsa, uningga there are not any deb ifoda qildingizlar. Ha? There are not any deb ifoda qildingizlar. Agar sanig'il bo'lgan ism bo'lib qolib qolsa, ha, sanig'il bo'lmaydigan ism bo'lib qolib qolsa, there is not any deyip water, masalan sanig'il bo'lmaydi, there is not any money. Mesela pul sanıqlı olmaydı. There is not any money in my handbag. Yani somkamda hiç qandaq pul yo'q. Degan ma'noni bildirgan, o'shanga diqqat qilsanglar bo'ldi. Yani inkar shakli qanday yozilgan? Faqat is amning keyiniga not any ni qo'shib bersak, is orning keyiniga not any ni qo'shib bersak, ma'lum bir yerda ma'lum bir narsa yo'q degan ma'noni bildirar ekan, ha. Endi bizning darsimizdagi ikkinchi nokta demek bo'ldi. Sizlar bilasizlar buni. On the table deb ifodalaydik. Ya'ni ustalning ustida. Ustida degan oldiga oldik. The table'ni keyinga qo'ysak, ustalning ustida degan ma'ni bildirdi. In the car, mashinaning ichida. Shunaqa near my house. Endi maga qarsak, bugun nima degandik? Near degandik, near bo'lgancha yenida. Mening uyimning yenida deganda, yenida degan aqsqanma aytgansizlar. Near deganni o'xshashlar on in degan o'xshash shu so'zning oldiga oldigansizlar. Near my house bo'lsa meningki uyamning yenida. On the wall, tomning ustida, tomning ustida. Ya'ni demakchi nearni biz o'rganib o'tgan on, in, at degan shu oldida, ustida, ichida degan gap bilan o'xshash holda biz da'vatgan narsaning oldiga oldiganmiz. Masalan, near my house, uyamning yenida. Endi 27 darsning tekstning tarjimasiga qarab boqaylik. Debda bu nim to'g'riliqda Mrs. Smith living room. Shimiz xonimninki oshxona uy, mehmonxona uy. Shimiz xonim degan odam bildirgachga uning keyiniga bir pash qo'yib, asli qo'ysak, shu odamning degan bo'ladi. Undasa Mrs. Smith living room degan gap Shimiz xonimninki nimsi mehmonxona uy. Mrs. Smith living room is large. Ya'ni Shimiz xonimning mehmonxona uyi bo'lsa, nima deydi? Night kangri cho'ng deydi. Buning masli yo'q-ku. There is not kensa aytib o'tdik. Bu yerda ba. Buning keyiniga faqat birlik ism keladi. Shunaqa a television. Bu yerda ba bir televizor. In the room. Ya'ni uyning ichida bir televizor bor. Biz buni o'rganib o'tdik. There is degan bu yerda ba, nima bor? A television, bir televizor. Nada? In the room. Uyning ichida bir televizor bor. The television is televizor bo'lsa, the televizor bo'lsa near the window. Yani grammatika nuqtasida biz o'rganib o'tdik. Near the window degan gap, yani derizning yenida. Yani bu o'xshashlar on at ga o'xshash. Nimning kelgan palonchi narsaning palonchi yerda degandiki, ning oldiga kelgan uyg'ur tilida keldi-ku, derizning yenida deymiz. Yenida degan deriz degan oqsa keldi. Ingliz tilida oldiga kelgan. Near the window. Near the window. Yani derizning yenida. There are some magazines on the television. Bu yerda bir necha, samni bir necha dedik-ku. There are degani bo'ldi. Grammatikada o'rganib o'tdik. Birinchi narsa bor degan chog'imizda there are ni ishlatamiz dedik, Lekin ayirib talaffuz qilib jumlasizlar. There are deb jumlasalar bo'ldi. There, there. Bu yerda some magazines, bir necha tal jurnal on the television, televizorning ustida. There is a table in the room. Bu yerda bir nima ustal in the room. Nada? Ya'ni uyninki, ya'ni mush uyninki ichida. In the room. Mush uyning ichida bir ustal bor. There are some newspapers. Newspapers gazet degan gap to'g'ri. There are bu yerda some newspapers, bir necha gazet bor. Nada? On the table. Ya'ni ustalning ustida bir necha tal gazet bor. There are bu yerda bir necha tal narsa. Some newspapers, bir necha tal gazet on the table. Ya'ni ustalning ustida. There are some armchairs in the room. There are some armchairs in the room. Ya'ni bu yerda bir necha tal nim bor deydi, armchairs. Uylanishni ko'rindikmi? Nada? In the room. Uyning ichida. The armchairs shu nimalar deydi? O'rindiqlar are bo'lsa near the table. Ya'ni ustalning yenida. Ustalning yenida. There is a stereo in the room. Uyning ichida, ya'ni bir tal yangratqu bor. The stereo is near the door. Ya'ni bu yangratqu bo'lsa near the door. Eshikning yenida.
There are some books on the stereo. Bu yerda bor bir nechta narsa. Some books bir nechta tal kitob on the stereo. Yangratgan ustida bir nechta tal kitob bor. There are some pictures. Ya'ni bu yerda bor bir nechta tal surat. In the room. Uyning ichida yana bir nechta tal surat bor. The pictures, ashu suratlar are bo'lsa on the wall. Tamning ustida. Ya'ni men sizlarga zihningki nimsin tushundigan chaqda ishlatilish o'rni men degandim. Agar qarashlar bilmaydigan holatda biz zihni qo'yib olsak bo'lmaydi, simlarning oldiga degan to'q. Shunaqa. Shunga oldingi jumla qarasanglar, there are some pictures in the room deb opdi. There are some pictures. Bir nechta surat bor deb opdi. There are the pictures demabdi. Eliq suratlar bor demabdi. Yeah? There are some pictures on the wall. Yani in the room. Yani uyning ichida bir nechta surat bor deb the pictures deb aniki yaptı. Chunki siz bu vaqtida qanday qildinglar bildinglar. Yani o surat borligini ham bu suratning uyning ichidaligini bildinglar. And the pictures deb ikkinchi qatim uni thni qo'ygan chaqda siz qaysi surat ekanligini bilasizlar. Shunga the pictures deb elishqi bo'ldi. Yani men zihni degan chaqda nim degandim? Yani qarshi taraf sizning gapingni anglayotgan bir yoki qanchadan bo'lsa u odamlar siz so'zlayotgan ismning zodi nima to'g'ri qaysi ismligini yani kim to'g'riliq yoki nima to'g'riliq da'atqilni bilgan chaqda sizlar ismning oldiga nima zihni qo'yib olsanglar bo'ldi. Yani tunigin bir qiz menga telefon qilibdi. Shunaqa bu vaqtda bir qiz deb olaman, chunki kimning telefon qilishini qarshi deb bilmaydi. Aniki ashu qiz, the girl deb, andan keyin ashu qiz deb olsam bo'ldi deb tushundigandim-ku. Shunga boshdan diqqat qilsanglar bo'ldi, ha? 27-darsning tekstning o'qilishi. Men yana burunqidek tekstni asta bir normal suratda bir tiz bir o'qirman, silmash qanchaqda shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Lesson 27. Mrs. Smith's living room. Mrs. Smith's living room is large. There is a television in the room. The television is near the window. There are some magazines on the television. There is a table in the room. There are some newspapers on the table. There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. There is a stereo in the room. The stereo is near the door. There are some books on the stereo. There are some pictures in the room. The pictures are on the wall. Tekstin normal o'qilishi. Lesson 27. Mrs. Smith's living room. Mrs. Smith's living room is large. There is a television in the room. The television is near the window. There are some magazines on the television. There is a table in the room. There are some newspapers on the table. There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. There is a stereo in the room. The stereo is near the door. There are some books on the stereo. There are some pictures in the room. The pictures are on the wall. And the tiz o'qilishi, Mrs. Smith's living room is large. There is a television in the room. The television is near the window. There are some magazines on the television. There is a table in the room. There are some newspapers on the table. There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. There's a stereo in the room. The stereo is near the door. There are some books on the stereo. There are some pictures in the room. The pictures are on the wall. Endi 28 darsning so'zliklariga qarab boqaylik. 28 darsda faqat birlam so'z bor ekan. Bu so'zning birinchi tovushi nima ekan? T bilan orqasida ch deb o'qiydik. Ch. Chqa a-ni qo'shsak trow. Aniki nima ekan? Z ekan. Z'ni qo'shsak zir, zni qo'shsak zirs. Trousers. Trousers degan ishtonlar degan gap, ishtonlar. Trousers, ishtonlar. Endi bu ishton deganning ko'pligi, trouser degan bir tal ishton, trousers degan gap, ya'ni ishtonlar degan gap, ishtonlar. Bu shu birlam so'z ekan, trousers, ishtonlar. Endi 28-darsning tekstiga qarab boqaylik. 28-darsning tekstida tekstning temasi nima ekan? Where are they ekan. Ya'ni buni sizlar nayt yaxshi bilsizlar, buning kelish manbasini asli masalan they are on the table degan gapda bu.
ular bo'lsa stolning ustida. Endi buni savolga aylantirishda faqat nimani oldiga chiqarib olsam bo'ldi? Kesin fe'l are ni oldiga chiqarib olsam nima bo'ldi? Are they on the table? Ular stolning ustidami degan gap bo'ldi. Endi buning oldiga, ya'ni buni biz nima deydik? Ya'ni sizlar ayt yaxshi xushlar, bu oddiy so'roq jumlati. Oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'ygan bo'ldi? Alay so'roq so'zlarini qo'ygan bo'ldi. Unasa where degan nada deb beganda-ku, where degan nada. Unasa where are they on the table? Ular nada stolning ustida. Unasa ya'ni buning bilan, ya'ni taqishib qolgan gapni chiqarib o'tamiz dedik-ku. Unasa on the table bilan where nada stolning ustida taqishib ekan. Nada stolning ustida deganni chiqarib olsak, boshqa yerga chiqilmasak bu jumla to'p-to'g'ri bo'ldi. Unda olgan chaqda nima deyotganmiz? Ya'ni where are they degan gap, ya'ni ular bo'lsa nada degan ma'nosi chiqadi ekan. Ya'ni biz buni aytib ko'piganda buningda cho'ng masli yo'q, ha? Endi bu tekstda ya'ni nima degan ekanmiz? Ya'ni bir necha narsaning o'rnini zot qanday deymiz? Ya'ni masalan palonchada bir necha narsa bor desam, u narsalarni zot men ingliz tilida qanday deyman, shuni o'rganib o'tadi ekanmiz. Undasa tekst qarsanglar birinchi suratda nima debdi? Where are they? Ular nada desnatdi? There are bu yerda some cigarettes. Bu yerda bir necha tal tamaki bor on the dressing table. Nada? Grim stolning ustida. They are ular bo'lsa near the box. Ular bo'lsa qutining yenida. Ular bo'lsa ular are bo'lsa near yenida the box. Nimning yenida deydi? Qutining yenida. Ikkinchi rasm nima ekan? There are some plates on the cooker. Bu yerda some plates bir necha taxsa on the cooker. Ya'ni o'choqning ustida bir necha nima deydi? Taxsi bor. They are clean. Ular bo'lsa nima deydi? Pokiz. There are some trousers on the bed. Yani karvatning ustida bir necha tal ishton bor. They are near the shirts. Ular bo'lsa nimning yenida deydi? Ya'ni ko'ylaklarning yenida. To'rtinchi rasm nima debdi? There are some bowls in the refrigerator. Yani bu yerda bir necha tal butulkalar bor in the refrigerator. Yani ichida, nimning ichida? Yani to'nglatqining ichida. They are empty. Ular bo'lsa bo'sh, beka, quruq. There are some cigarettes on the dressing table. They're near the box. There are some plates on the cooker. They're clean. There are some trousers on the bed. They're near the shirts. There are some bowls in the refrigerator. They're empty. And beshinchi rasm qarasak, there are some shoes on the floor. Yani there are some shoes. O'rganib o'tdik bu yerda bir necha tal oyoqlar on the floor. Nimning ustida? Polning ustida. They're near the bed. Ular bo'lsa nimning yenida deydi? Karvatning yenida. There are some knives on the table. Yani bu yerda bir necha tal pichoq bor stolning ustida. They're in that box. Ular bo'lsa avu qutining ichida. Unda siz qaranglar, knife degan birlik ism knife pichoq deydik-ku. Buning ko'pligi ya'ni i bilan oxirlashib qolg'achqa bunga in tashlab o'tib vs qo'shdik. Shunga knives pichoqlar. There are some forks on the shelf. Yani ishkapning ustida bir necha tal nima deydi? Vilka bor. They're near those spoons. Ular bo'lsa qo'shiqlarning yenida. There are some bowls on the cupboard. Yani qo'shiq shkafining ustida bir necha nim deydi? Butulka bor. They're near those things. Ular bo'lsa near those things. Near those things. Bu nimlarning qishida deydi? Things. Qalay qutilarninki yenida deydi. There are some shoes on the floor. They're near the bed. There are some knives on the table. They're in that box. There are some forks on the shelf. They're near those spoons. There are some bowls on the cupboard. They're near those things. 9-cı rasm. There are some tickets on the shelf. Yani shkafning ustida bir necha tal bilet bor. They are in that handbag. Ular bo'lsa avu qo'l sumkasining yenida. There are some glasses. Bu yerda bor bir necha tal nima deydi? Stakanlar on the television. Televizorning ustida. They're near those bowls. Ular bo'lsa avu butulkalarning yenida. There are some tickets on the shelf. They're in that handbag. There are some glasses on the television. They're near those bottles.
Savdodaşlar şunun bilan bizniki 27-28 dersimiz bu yerda oxirlashdi. 25 dersdan 28 darsga o'tganimiz nima bo'ldi? Ya'ni ma'lum bir yerda ma'lum bir tal narsa bor yoki bir necha narsa bor degan jumla shaklini o'rganib o'tdik. Garchi bu jumla shakli bir qadar oddiyda ko'rinsa, lekin bizning amaliy turmushimizda intayin ko'p qo'llanildi. Shunlashqa savdodaşlarni ayt yaxshi tushunish kerak. Endi bizniki yangi manglsil birinchi darsdan boshlab 28 darsgacha o'tilgan bu mazmunlarning ichida bizning asosiy qo'ygan o'tganimiz kesim fe'l bilan, ya'ni be fe'l deb qo'yamiz, ya kesim fe'l deymiz uyg'ur tilida, ya'ni bo'lsam degan, bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa degan shu kesim fe'llar bilan tuzilgan jumlaning tartibini ham savol jumlasi qanday mushlarni o'rganib o'tdik. Biz haqiqiy fe'llar orqali jumla tuzishga o'tmadik. 30 darsdan boshlab biz haqiqiy fe'llar bilan tuzilgan jumlalarni boshlaymiz yoki mushuk kitobda boshlandi. Shunlashqa oldidagi mazmunlarni intayin yaxshi ko'rsanlar bo'lmaydi. Hamda haqiqiy fe'llar bilan jumla tuzishni boshlagan chog'imizda ishlar sal murakkablashdi. Sal murakkablashsam ansirab ketmasanglar bo'ldi. Men bu kemen cho'qim o'rganib ketisizlar. Chunki biz mashq darsimiz bor. Bundan boshqa mashq darsimiz bizni ko'plab mashq qilamiz. Shuni bilan o'rganib ketalaysizlar. Lekin deganlar tayyorlik bo'lsin, men sal jiqroq vaqt sarf qilishim kerak ekan, topshiriqlarni vaqtida ishlatishim kerak ekan, amal qilib mashq darsida qatnashishim kerak ekan degan ideyada tayyorlik qo'llab qolsin. Topshiriqni ishlamayotganlar vaqtida yo'llab boringlar. Men amal qilib bo'ishimni tez bejirma, amal qilolmagan sharoitda bo'lmishda. Masalan, hozir sirt o'tatiman dedim-ku. Hozir sirt o'tatiman, ma'lum bir yerda o'tash imkoniyati bo'lmadi. Shunlashqa bu jihatda sizlarning kechirishinglarni umid qilaman, lekin men amal qilib tez suratda bu ishimni hal qilaman. Hammanglarga rahmat, xayr, xushvaqt bo'linglar. Mashq darsida ko'rishaylik.